Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан жалпыбызга энчилеп берген 4 мезгилдин эң катаалы кыш мезгилинде эли журт үй бүлөңүздөр менен амансыздарбы? Кыргыз элибиз Ала Тоо койнун мекендеп, эзелтеден мал күндүктүү болуп жашап келген эмеспи? Азыр биз Азия ТВ каналы боюнча сиздерге сөз кылып бермекчибиз. Азия ТВ каналы мал менен алектенгендер үчүн чоң пайдасы тиет деген үмүттөбүз. Алыскы боордош элибиздеги Сахалин шаарында жашап жаткан мусулман бир туугандарыбыздын жашоо шарты жана мал багуу сырларын сиздерге ар дайым видео түрүндө тартып чыгарып берип турмакчыбыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр, биз менен болуңуздар. Serkan'ın babası 12 bin son kıçmal. Universal kanalı. Buna o takadağı 12 bin songa satılıptır. Akamda hoşçakalınızın bağısını aytıp koyunca. Bağısını aytıp koyunca. Ova. Çok. Kaça aytıp koyunca? 25 ming so'm kami var Qo'chqordan. Tishi qanday tish? Qancha tish? 6 tish Qo'chqordan bo'lsa 25 ming so'm. Ha. 20dan qo'yib ber deb so'rab o'tayotganda bermaydi ekan. Buni qancha buni? Analchi. Shunday basini aytib qo'yingchi. 7 ming. Qo'ydim bo'lsa 7 ming so'm. 18 ming so'm. Oldala 18 ming so'm. Bul da 18 ming so'mdan deydi. Qancha tish qo'chqorlar bular? 2 tish qo'chqorlar. Bunalarning basini ayting. 24. 2 qo'chqor 24 ming so'm. Bular jashroq ekan, ha? Bular bir tishmi? Bir tish bo'lar ekan, qo'zi qo'chqorlar bor. Ha, bular qo'zi qo'chqorlar. Akamda qo'chqorning basini aytib qo'yingchi. 14 ming. Qancha tish? Qancha tish? 4 tish. Qo'chqorning bahsi 14 ming so'm, 4 tish. Bunda cho'ng'izchi? Bunun bahsi 15 ming. Bu qancha tish? Buldala 4 tish ekan. 12. Ha. 12 ming so'm. Qancha tish? Qo'zi. Qo'zi ekan. Bunaqasi qo'y o'xshaydi. Qo'chqor. Qo'chqor buni. Evet. Qancha buning bahsi? Bu qo'chqorning bahsi 6 ming dedingizmi? 6 tish. 6 tish. Bahasini aytib qo'ying. Bahasi 15 ming so'm. Narx süzayotgan qo'chqoringiz? Sizga 13. Ular qo'zi. Bu dag'i qo'zi qo'chqor ekan, buning bahasi 13 ming so'm. Buna uning bahasini aytib qo'ying. Ular bo'ldi. Bu dag'i 13 ming so'm. Qo'zi qo'chqorlar. Aka, qo'chqorning bahasini aytib qo'yasizmi? 20 ming so'm oldingizmi? 20 ming so'mga sotadi ekan. 12,5 ming so'm. Qancha tishgan bu? 4 tish. 4 tish qo'y 12,5 ming so'm. Bunau qo'chqor o'tganda qishqarqishda 5,5 ming so'mga olinganli, hozir 6 ming so'mga beriyem deydi. Nake. Yamna qancha deb o'tasiz torpaqda? O'zingiz qancha deb o'tasiz? 30 deb o'tadi. 27 ming so'mga bermayapti, egasi 30 ming so'm deb o'tadi ekan. Erkek torpaq. Bu erkek torpaqlar 32 ming so'mdan deb o'tadi. 32 ming so'mdan. Aka, torpaqning bahasini aytib qo'yingchi. 30 ming? Ayaqdan olib keldingiz bularni? Bahasi 30 ming so'm deydi, qara torpaq, erkek. Bunaqasichi? Bu torpaq 30 ming 500 so'mdan, erkek. Bu erkek torpaq 32 ming so'm bo'lib tur. 32 ming so'mga aldım deydi.
torpoq 32 ming so'm. 32 ming so'm. Manav qara 30 ming so'm. 30 ming so'm. Navuz qancha manav? Bul da 30 ming so'm. Navulcha? Bul qara 32 ming so'm. Qizilcha? Bul qizil 30 ming so'm. Kam var? Kam aytib beremdi odat. Bul torpoqtorning bari alınıptır. Egasından surasak bardығы 25 ming so'mdan bo'ldi deydi har biri. Optim aldım deydi. 25 ming so'mdan. Manalar da alınıptır. Çığırma 5 ming so'mdan. Akamdan basını aytib qo'yingchi. Ha. 30 ham var. 30 ming so'm kam var deydi. Erkek torpoq bu? Erkek torpoq. Namuschi? 32. Bul 32 ming so'm. Bunaqangizni aytib qo'ying. Bu da 32. Bul da 32 ming so'm. Narxingizchi? Narxi torpoq 30 ming so'm. Qanchaga berib qo'ydingiz bularni? Bul 30 ming so'm. Qo'y qancha oldu? Oy 6,5 ming so'm bo'libdir. Urg'achi? Urg'achi 6,5 ming so'm. Ya men basni aytib qo'ying aka. Qancha oldu basi? 22,5 ming so'mga berib beribdir erkek torpoq. Urg'achi kana? Urg'achi torpoqni 22,5 ming so'mga berib qo'ydim deydi. Bu qara torpoq 26 ming so'm. Urg'achi torpoq ekan-a? Qara urg'achi torpoq 26 ming so'm deb atadi. Akamlar torpoqning bahosini aytib qo'yingchi. Torpoqni bir 20 ga ketib qolg'idaydi. Urg'achi torpoq ekan-a? 20 ming so'mga ketib qolg'idaydi deb atasiz. Ana uyning torpog'i u. O'sha uyda birinchi bolasi. Ekoni qanchaga deb atasiz? Ekoni 55 ga sotaram. Ekoni 55 mingga sotib beram deb atadi. Narxingiz bozmi, jaza to'yu? O gümam üstü var da. Gumanda toza saysa 4 litr süt beretken. Qancha torpa? Birinchi torpa bu. Birinchi torpa. Balığı gelip ya. Ya qunajinning basi 35 ming be. Qunajinning bari 35 ming. Жазға to'yt ekan. Birinchi to'y shu. Eko 45 dan bo'ldingiz. Eki tay 45 ming so'mdan bo'libdir. 90 ming. Urg'achi taylar. Ay. Qanchadan bo'ldi har biri? Qancha aqchasi ay? 30 ana tek. 30 ming so'mdan beremiz deydi, 4 tane. Ya urg'achi erkek bular. Urg'achi taylar. Urg'achi taylar 30 ming so'mdan beremiz deydi. Bunlar erkek. 30 ming so'mdan beremiz deydi. O 3'e urg'achi ekan, mana chekedagi erkek tay. Qo'zloqlar qanchadan? Mana katta qo'y qancha qo'zi bilan? 13 ming so'm bu. Mana ko'k qo'zi shuniki ekan-a? Qancha tish qo'ylar bular? Qancha tish? 4 tish. 6 tish qo'ylar deydi. Navuz qancha bu? Şu bardım tek. 13 dan dedingizmi? Vardığı 13 ming so'mdan deydi qo'zlari bilan. Bunun arasında 4 tish qo'ylar var ekan, 6 tish qo'ylar var ekan. Har qanday. Tam da olaverasizlar deydi 13 ming so'mdan. Qo'chqorning bahası 60 ming so'm. Qo'zining bahası 5 ming so'm, erkek qo'zi. Qo'yning bahası 7 ming so'm. Qancha tish bu? 4 tish mi? 6 tish qo'y, bahası 7 ming so'm. 63 ga verilmedi. 63 ming so'mga 6300 ga berib qo'ydik.